Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Biz o'tgangi suhbatlarimizda ko'p gaplarni Hazrat domlam aytdi deb gapirsam, ko'pchilikda savol paydo bo'ldi, qaysi domla ekan deb. O'sha Hazrat domlarni kimliklarni ozgina aytib turib, keyin u kishidan esdalik eshitgan ba'zi bir narsalarni aytsak, uni zimnida agar birorta masalalar chiqib qoladigan bo'lsa, inshaalloh foydalanib qolamiz. Biz ko'pincha Hazrat domla deb aytadigan ustozimiz, Alloh rahmat qilsin, muftiy Said Ahmad Bolampuriy degan kishi. U kishi o'tgan yil Ramazon oyida vafot qildilar. Alloh rahmat qilsin. Otlari o'zi Said Ahmad ekan. Hindistonda mashhur madrasalardan bittasi Mazohirul Ulum degan madrasada, keyin Deoband madrasasida o'qib, faoliyatlarini birinchi boshlashda muftiylik bilan boshlagan ekanlar. Muftiylik degani ularda bir rasmiy mansab bo'lmaydi, balki hamma madrasani qoshida muftiylari bo'ladi. Bitta rais, bosh muftiysi bo'ladi, uni yordamchi bir necha muftiylar 50 ta 60 tagacha ham muftiy bo'laveradi. O'sha muftiylardan bittasi o'laroq faoliyatlarini boshlagan ekanlar. Keyin umrlarining asosiy qismini hadisdan dars berish, Sunan-i Termiziyni darsi bilan mashg'ul bo'lganlar va mashhurliklari ham shu bilan bo'lgan. Va Termiziyga hind tilida yozilgan eng katta sharhlardan bittasi Tuhfatul al-Ma'i degan kitobni egalari va keyin Termiziydan dars berayotgan asnoda Darul Ulum Deobandni Sahih Buxoriydan dars beradigan shayxlari Alloh rahmat qilsin Nasir Ahmadxon degan zot vafot qilganlaridan keyin o'rnlariga bu kishi keyin Buxoriydan dars berishga o'tganlar va keyin Buxoriyni Tuhfatul Qori degan 10 jildlik sharhini ham yozganlar. Keyin Sahih Muslimga sharh yozib turgan asnoda vafot qildilar. Alloh rahmat qilsin. Qur'oni Karimga ham Hidoyatul Qur'on degan tafsir yozganlar, 8 jildlik. Bu kishini Bolampuriy deyilishini sababi qishloqlarining oti Palampur ekan, Palampur. Arab tilida p yig'uvchini ular keyin Bolampuriy der ekan. Gujarotda o'sha mashhur shahar, ko'pchilik eshitgan gujarotliklar. O'sha Gujarotni qishloqlaridan odamlari, musulmonlari o'ta boy va dunyoga tarqagan Hind musulmonlari, Kanada, Janubiy Afrika, Amerika, Angliyadagi musulmonlar ham deyarli ko'pini shu gujarotliklar tashkil qiladi. Odamlar juda ham odobli bo'ladi. Bizni urduscha o'rganishimizga, hindcha o'rganishimizga ham birinchi sabab men Hazrat Bolampuriy rahmatullohi alayhi deb bilaman. Biz u kishi bilan kirib, o'zi arabcha yaxshi gaplasha olmaymiz, lekin boshqa tilda bilmaymiz. Yo gohida farsi yoki gohida arabcha gaplashib o'tirsak, Hazrat achchiqlari kelib, yosh ekansan, muhit atrofing hammasi o'sha hind tilida gaplashadigan odamlar bo'lgandan keyin va ustozingning tili shu hind tili bo'lgandan keyin o'rganishga majbursan. Sen arabcha dars beryapti ustozlarim kirganda deb o'ylayapsan, lekin ustoz ichidagi aytayotgan gapini ifoda qilishi kerak bo'lgan gapini o'zini onasini tilidan boshqa tilda mukammal ifoda qila olmaydi. Sen ustozdan 100% agar foydalanaman desang, ustozni tilini o'rgangin deganlar. Va Hazratlar oldilariga kirgan suhbatlarimizdan bittasida asnosida bo'lgan bitta odoblarni aytmoqchiman. Hazratda o'qiydigan kashmirlik bir Xodimul Islom degan toliblari bo'lardi. U kishini oti, o'sha pasportdagi oti Xodimul Islom edi. Haqiqiy nomiga yarasha ulug'larga yaxshi xizmat qilgan odam edi. Hazrat uni juda ham yaxshi ko'rardilar. Bir kuni Deobandda Masjidi Qadim degan masjididan chiqsam, Amerikada imomlik qiladigan bir shayxning o'g'li bo'lardi, Mujibulloh degan. Mujibulloh yonida ikkita chiroyli kelishgan odamlar bilan turibdi ekan. Keyin u kishi aytdiki, bu odamlar Janubiy Afrikadan kelishdi mehmonlar. Biz shu muftiy Said Ahmad Bolampuriyning oldilariga ziyoratga bormoqchimiz. Hozir Xodimul Islom keladi, o'sha xodim bizni olib kiradi. Agar siz qo'shilsangiz, siz bilan 5 kishi bo'lamiz, dedi. Hazrat Bolampuriyni ziyorat qilishda tartibi asrdan keyin kiriladi, boshqa paytda kirsa hech qachon qabul qilmaydi. Chunki ishlari faqat kitob yozish, shunaqa ishlar bilan, diniy ishlar bilan mashg'ul edilar. Asrdan keyin kiriladi va asrdan shomgacha o'tiradi odamlar. Bolampuriy rahmatullohi alayhi 14 ta farzandlari bor edi, bitta ayoldan.
hammasi murattab qori bo'lgan va o'shalarni bittadan navbatma-navbat asrdan keyin bittasi oyoqlarini, bittasi boshlarini bosib turardi. Endi kirgan odam masalan qibla bu tomon bo'lsa, odatda boshlarini bu tomonga, oyoqlarini bu tomonga qarab yotardilar. Mana bitta stollari turardi, kitob yozadigan. Keyin kirib turgan odamlar birinchi safda kiradi. Mehmonxona eshigi tashqaridan to'g'ri uyga kiradigan holat. Hovliga kirmasdan to'g'ri uyga kirasiz. Kirgan odam birinchi safga o'tiradi, birpas o'tiradi, hazraka termilib o'tiradi, keyin chiqib ketaverar, orqadagi safga surilib kelaverar. Ziyorat tartibi shunaqa edi o'shini. Ichida agar birortasi aqllilik qilib, bama'niroq birorta savol so'rasa, hazrat javob berardilar. Bo'lmasa savol yoqmasa urushib berardi. Biroz tabiatlarida injiqliklari bo'lardi. Shunda keyin biz kirdik. Kirganimizdan keyin salom berib o'tirdik. Keyin xodimul islom hazrat Janubiy Afrikadan mehmonlar kelishibdi dedi. Hazrat qaramadilar ham. Tepaga qarab yotdilar, boshlarini bosib turgani uchun. Kelgan bo'lsa xush kelibdi qadamiga hasanat dedilar, qaramadilar. Keyin ular o'tirdi, ular o'ylaganki, bu Bolampuri degan odam bilan kirib yayrab, maza qilib gaplashib kelamiz o'ylagan ekan. Hech gap yo'q. Keyin u Janubiy Afrikalik ishora qildi xodimga, ijozat so'rang, ketaveramiz dedi. Keyin xodim boy aytdiki, hazrat agar ijozat bersalar biz turamiz dedi. U kishi shunda bitta gap aytdilar. Bilib olish kerak bo'lgan yaxshi gap. Sen kirib kelib turganda mendan ijozat so'raganing yo'q dedilar. Ketib turganda ham ijozat so'ramay ketaverasan dedilar. Nima so'rayapsan ketishda ijozat? Kelishda indamay kirib o'tirding-ku uyimga dedilar. Keyin hazrat dedi, Qur'oni Karimda Alloh taolo sahobalarni maqtaganida payg'ambarimning sahobalari shunday zotlar, ular amri jomi bilan, yig'ilgan bir buyruq bilan, yig'uvchi bir ish bilan kelsalar, payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzurlaridan izn so'ramasdan chiqib ketmas edilar degan-ku dedi. O'shancha izn so'rash odob-ku deyapti. Shuning uchun sizdan izn so'rayapmiz dedi. Hazrat aytdilarki, gap shu yerda-da. Yig'ilgan ish bo'lish kerak. Uzr. Men sizlarni bu yerga yig'ib kelgan bo'lsamidi dedilar. Yig'ib kelgan bo'lsamidi izn so'ramasdan ketmaslik kerak dedilar. Payg'ambar alayhisalom bir ishga ularni amr qilib jamlab kelgan bo'lsalar, izn so'ramasdan chiqib ketmas edi dedilar. Agar o'zlari chaqirmagan holatda kelsalar, chaqirmasa kelgan odam, demak bir zaruratlari yo'q bo'lsa kerak deb indamay chiqib ketaverardi dedilar. Odob shunaqa ekan. Biz birovdan ijozat so'rab chiqib ketishligimiz uchun bizni chaqirgan bo'lish kerak ekan. Bir ishi borki, men chaqirdi, indamay ketib bormay, birorta ish bo'lsa buyuradi bizga deyish kerak ekan. Agar chaqirmasdan kelgan bo'lsa, indamay chiqib ketsa, hech narsa qilmas ekan. Keyin bola aytdiki, hazrat dedi, shu takalluflarga biz o'rganib qolganmiz dedi. Atlar mulla bo'lib turib, sen takallufni tark qilmaydigan bo'lsang, kim tark qiladi dedilar. Shu yerda bir gap. Biz juda ko'p narsalarni biz odobdan deb o'ylaymiz. Shu suhbat qilib turgan joyda kirib turib salom berib kelishni odob deb o'ylaymiz. Hammani hayolini chochishni odob deb o'ylaymiz. Unda kirganingiz bilan chiqib ketganingiz bilan hech kimning ishi yo'q, lekin hammani e'tiborini tortib taqsir duo qiling, biz chiqib ketyapmiz deyishni odob deb o'ylaymiz. Suhbatda hamma payzni qochirib yuboradi. Demak, siz bilan men odob deb o'ylagan narsa odob bo'lmaydi. Shariatda o'zini andazasi bor, odobni belgilab qo'ygan. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatulloh alayhidan odob deb turib nimani aytadi desa, ro'parangda o'tirgan san odob ko'rsatmoqchi bo'lgan odam der ekanlar. Nima narsadan qalbiga rohat yetadi? Nimadan xursand bo'ladi? Shuni otini odob deydi. Tushunarlimi? Biz masalan o'sha odamni oldida men qo'l qovushtirib turishimda o'zimcha odob deb o'ylayapman, ammo u odamning ko'ngli bu bilan og'riyapti. Shu men bo'lmasam shu odam bemalol o'tirardi deyapti. Demak, mana bu turib o'zimcha odob ko'rsatdim deb o'ylagan narsam odob bo'lmas ekan. Birov kirib kelayotganda turishni biz odob deymiz. Hazrat qanchalik holatda biz tursak bo'ladi, qaysi holatda biz tursak bo'lmaydi desa, Sahih Buxoriyning sharhida aytadiki, kirib kelayotgan odamga turishligimiz uchun ikkita sharti bor. Birinchidan, biz xohlab turishimiz kerak. Shu odam kelayotgan odam turishimizga loyiq deb o'ylab turib yorishimiz kerak, ko'nglimizdan xohlab. U kirib kelayotgan odam bizni turishimizni xohlamasligi kerak. Ikkita shart topilsa tursa bo'ladi. Ammo bizda aksi. U kirib kelayotgan rasvo men kirsam bular tursin deb turadi. Bu xohlamay majburlikdan turadi. Shu gapirmasin deb.
Demak, bizni turishimiz hech odobga to'g'ri kelmaydi. Bitta nimasi yaxshi bitta bilib olgan narsa shu. Biz turmaganligimiz uchun u odam xafa bo'ldimi? Bilingki, demak, haqiqatdan to'g'ri qilib turmay. Turishimizga loyiq emas ekan. Keyin ba'zi bir yana ishlar bor. Bir ulug' odamdan ortib qolgan narsani tahsil bering bizga tabarruk deydi. Buni odob deb o'ylaydi. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi aytar ekanlarki, o'zidan ortgan taomni olinglar mana tabarruk deb berishlik o'ta xunuk narsa. Qaysi jihatdan? Alloh taborak va taolo aytganki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Fala tuzakku anfusakum." O'zingni pok demagin, ya'ni o'zingni men muborakman demagin. Mendan ortgan ovqatni tabarruk degani men muborakman degani. Xo'p, biz yaxshi odamdan ortgan narsani tabarruk sifatida olishligimiz odob bo'lmaydimi desa, odob bo'ladi. Qachon odob bo'ladi? Shu odamni oldida yemasdan tashqariga chiqib yesang odob bo'ladi. Agar uni oldida yesak, ikki xil varianti bor buni. Shu odam bizni qilgan ishimizdan agar yaxshi odam bo'lsa ranjiydi. Yaxshi odam bo'lsa, asli men bunga loyiq emas, mendan ortgan narsani yedi, bu odam tabarruk deb turib, yaxshi odamni biz dilini og'ritdik demak. Agar yomon bo'lsa-chi, uni kibriga biz kibr qo'shdik. Ko'rdingmi, bizdan qolgan ovqatni odamlar yeydigan bo'lib qoldi deydi. Ikkovi holatda ham biz uni oldida tabarruk sifatida olishligimiz odob hisoblanmaydi. Juda tabarrukka talabgor bo'lsangiz, tashqariga chiqib yuring derdilar. Bu ham bitta odob. Alloh taborak va taolo shu muborak o'zini poklash ma'nosida bir joyda Qur'oni Karimda aytgan ekan, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Qad aflaha man zakkaha." Kim nafsini poklasa, u odam najot topdi debdi. Va bir joyda Alloh taolo "Fala tuzakku anfusakum." o'zlarini tazkiya qilmanglar debdi. Bir joyda tazkiya qilishni Alloh maqtayapti va bir joyda tazkiya qilishni Alloh taolo yomonlayapti. Bu nima degani? Qanaqa qilib jamlaymiz bu oyatni desa aytar ekanlarki, o'zingizni poklashga harakat qiling degani, birinchisi, o'zini poklashga harakat qilgan odam tozalashga, qalbini kasallardan xolos qilishga harakat qilgan odam najot topdi. Ikkinchi oyatning ma'nosi, "Men pokman" desa rasvo bo'ldi degan. Ya'ni poklashga harakat qilaverish kerak-ku, o'zini lekin pokman deb bo'lmaydi lekin. Ming poklab o'rganda, "Men toza bo'ldim, gunohlardan xoli bo'ldim, men muborak odam bo'lib qoldim" deya olmaydi. Bu Hazratdan eslagan narsalarimiz asli. Yana bitta narsa. Yaxshi narsa bu ham. Hazrat aytarlarki, Alloh taborak va taolo bir joyda marza qilyaptilar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda aytgan, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. La yabghuna anha hiwala." Jannatga kirgan odam jannatdan ko'chishni hech ham xohlamaydi. Zerikmaydi jannatdan. Odamlarligi, unaqa odamlar bo'ladi-ku, siz gapiraverasiz, u xayolida boshqa narsalar o'ylab turadi. O'ylarmiz, u yashaverib zerikib ketmasmikin der ekan jannatda. Desa, bir Toyib degan odam aytadiki, "Va odamlarni qarang fikrini" deydi. Ha shu dunyoda shuncha qarzi, shuncha kasalligi, shuncha og'rig'i bilan o'lgisi kelmaydi-yu. Hech ketgisi kelmayapti. Ha, o'sha jannat rohat ustiga rohat bo'lar ekanmi, shu zerikar ekan. Xo'p, jannatda nima uchun odamlar zerikmaydi? Nima holat uni zerikishga qo'ymaydi? Termizida hadis keladi dedilar Hazrat. Hadis shundayki, Alloh taborak va taolo har haftada jannatda Husn bozori degan bozor tuzar ekan. Va Husn bozoriga borib odamlar o'zlariga hech dunyo bino bo'lgandan beri bu ko'rmagan chiroyli suratlarni oldiga qarshisiga terilar ekan. Alloh hammamizni yetkazsin. Shu suratlar ichida qarab turib, mana shunisidan bo'lib qolay der ekan. Ishora qilib shu ko'ngliga kelganda o'sha suratga kirib uyiga qaytib kelar ekan odam. Kelsa dedilar Hazrat, pari ham avvalgi pari emas. Pari sizga nima qildi? Desa, sizlar jannatning Husn bozoriga ketganlaringdan bu jannatning osmondan ham Husn yomg'iri degan yomg'ir yog'di, biz chiqib turib o'zgarib qoldik der ekan. Demak, har haftada shunaqa holat takrorlanarsa, qaqa zerikadi. Ha, dunyoda unaqa emas-da. Bir chiroyli kiyinib yurgan hali kiyinoyim kelgandan keyin bir haftadan keyin oshxonani hidi kelish boshlasa. Haligi eram borgan sari boshida odobli yigiti borgan sari yangi hunarlari chiqaversa bu kishini zerikatda. Ammo jannat unaqa emas dedilar. Alloh taborak va taolo jannatning vasflaridan bittasida aytayaptiki, jannat shunday joyiki, u yerda ko'zlar lazzatlangan hamma narsa bor. Va fiha ma tashtahihil anfus. Nafslar nimani ishtiho qilsa, nimani xohlasa bor deb gapirsalar, o'tirganlar ichida bittasi kashandasi bor ekan. Sigaretga nihoyatda shinavanda ekan.
Hazrat ma'ruza qilyapti, u xayolida sigaret bilan turibdi ekan. Bu hamma narsa bo'lsa, Hazrat shu sigaret ham bo'ladimi deydi. Desa Hazrat aytadilarki, Hazrat so'kish uslublarida birovni badbaxt demasdilarda, kambaxt deb so'kardilar. Voy kambaxt. Shuncha noz ne'matda desam, yana o'sha sassiq sigaretni eslaydi bu. Xudoning va'dasi haq deydilar. Banda nimani istasa beraman deyaptimi? Sigaretni istasang sigaretni ham beraveradi-yu, lekin tutatgan bir jahannamga kirib chiqasan deydilar. Hazrat yana bir joyda ma'ruza qilib aytadilarki, Alloh taborak va taolo Odam alayhisolatu vassalomning jannatdan chiqib ketishlari voqeasini zikr qilgan vaqtida A'udhu billahi minash shaytonir rojim fa azallahumash shaytonu degan. Fa azallahumash shaytonu. Shayton Odam bilan Hazrati Havvoni alayhissalom sirqontirib yubordi degan. Sirqontirib yubordi degan. Ularni qilgan ishlarini o'sha Alloh taolo yemadigan daraxtdan yeb qo'yishlarini bu o'rinda Alloh taolo gunoh deb yod qilmagan. Sirqonib ketdi degan. Ha, demak bizga odob shu ekanki, ko'rinishda payg'ambarlardan shunaqa bir ishlar sodir bo'lsa, boshqa odamlar qilganda gunoh bo'lsa ham payg'ambarlarnikini gunoh deyilmaydi. Odob shunday bo'lishi kerak. Bir odam chiroyli bo'lib kiyinib ko'chada ketib turgan bo'lsa, oyog'i loyga sirqonib yiqilib ketsa, u odamni gunohkor demaysiz-da. Agar yiqilib tushishini bilsa, chiroyli ko'ylak kiyib chiqmasdi-ku. Loy sachrashini bilsa. Demak, Alloh taborak va taolo bizga shu yerda odob o'rgatib, ularni shayton sirqontirdi deyapti. O'zi ham sirqonib ketdi demayapti, shayton sirqontirdi deyapti. Demak, payg'ambarlarga ma'siyatning, gunohning nisbatini berib bo'lmas ekan. Desalar, o'tirganlardan bittasi savol beryapti. Hazrat bir savol keldi menga dedi. Alloh taborak va taolo sura Tohoda Odam alayhissalatu vassalomning haqlarida aytganki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim va aso Adamu robbahu degan. Odam Robbisiga isyon qildi degan. Isyon gunoh degan. Gunohning eng yomon shakli gunoh. Odam Robbisiga isyon qildi deyapti. Siz aytyapsizki, payg'ambarlarda isyon bo'lmaydi deyapsiz. Hali buni oyatni o'qib turganda hayolingizga u kelmaydi-da. Ikkita joyda keyin oyatda, bitta joyda sirqontirdi degan bo'lsa, demak bitta joyda Alloh taolo isyon qildi deb aytayapti. Siz aytyapsiz, payg'ambarlarda isyon bo'lmaydi deyapsiz. Nima deb tushuntirasiz bu ikkovini dedi. Desa, men hayolimda o'ylayapman, gaplar hali kelgan yo'q, bo'ldi bu nimaga tiqib qo'ydi, bek ko'chaga tiqib qo'ydi, Hazrat indamay masala kerak degan narsa ham keldi. Yani Hazrat aytdilarki, gap shu yerda-da dedilar. Uni kim aytayapti dedilar. Uni Robbisi aytayapti dedilar. Robbisiga isyon qildi deyapti dedilar. Ammo banda bag'da turgan, pastda turgan ummat bu gapni gapira olmaydi dedilar. Pastdagi boshqa gap aytadi, tepadagi zot boshqa gap aytadi dedilar. Masalan dedilar, hozir menga so'z berib turganda sizlarning o'rtakashlaringiz shunday deb so'z berdi. Hozir bizning huzurimizda yer sharini birinchi nominlik muhaddisi muftiy Said Ahmad Balampuri damat barakatuhumul aliya va mudda zilluhumul ali deb haqqimga 15 minut duolar qilib, keyin menga mikrofonni tutkazdi dedilar. Dadam menga bunaqa qilib so'z bermaydi dedilar. Dadam Said Ahmad tur, shu damlat adadi. Demak, ma'lum bo'ldiki, pastdagi boshqa muomala qilar ekan, tepadagi boshqa muomala qiladi dedilar. Ummat bu gapni gapira olmaydi dedilar. Ummat payg'ambarlar gunoh bo'lmagan deydi. Isyon qildi degan bo'lsa, Parvardigor aytgan u gapni dedilar. Shu yerda Hazratni aytgan tafsirlardan bitta tafsirda aytib, inshaalloh suhbatimiz keyin savollarga o'tamiz. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khayr. Ey Allohim deb duo qiling dedi. Xitob qilishda, Alloh taolo duo qilishda Xudoni qanday qilib maqtashni o'rgatadi o'zi, Alloh taolo. Qulillahumma ayting, ey meni Allohim, sen xohlagan odamingga, xohlagan kishingga sen mulk berasan. Mulk podshohlik. Ya'ni Alloh taolo xohlaganiga podshohlik beradi. Va tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Xohlaganingdan podshohlikni olib qo'yasan deyapti. Qirg'izistonda ko'ring, qamoqda yurgan podshoh bo'lib, podshoh qamoqqa ketyapti. Xohlaganingga podshohlik berasan va xohlaganingdan podshohlikni olib qo'yasan. Va tu'izzu man tasha'u. Xohlaganingga obro' berasan va tuzillu man tasha'u. Xohlaganingni beobro' qilib qo'yasan. Bir sekunda bu obro'lar hammasi Xudo bergan bizga. Odamlar bizni zohirimizni ko'rib maqtab yurganmiz, ichimizdagi aybimizni bilmagancha Xudo bizni ayblarimizni yashirgancha maqtab yuribdi. Agar aybimiz ochsa bir sekund odam beobro' bo'lib ketadi. Men o'zim yaxshi odamman deb qo'ymaslik kerak.
Xohlaganingga obro' berasan, xohlaganingni beobro' qilasan. Biyadikal xayru. Yaxshilik seni qo'lingda deb aytinglar menga deydi. Yaxshilik seni qo'lingda. Alloh taborak va taoloning Qur'oni Karimdagi bandalarga xitob qilish uslublarini ko'rsangiz, uslublardan bittasi shuki, Alloh taolo gapni yarmini aytib, yarmini bandasini aqliga havola qiladi. Tushunarlimi? Gapni yarmini aytib, yarmisini bandani aqliga havola qiladi. Bu nimaga dalolat qiladi? Alloh taborak va taoloning bandasiga bergan yaxshi bahosi bo'ladi bu. Bandam aqlli o'zi gapni yarmini aytsa, yarmini o'zi tushunib olaveradi degani u. Xo'p, Alloh taborak va taolo yaxshilik seni qo'lingda deb aytinglar deydi. Savol paydo bo'ladi. Yomonlik kimning qo'lida? Aqidaviy masala. Xo'p, yaxshilik Allohning qo'lida, yomonlik kimning qo'lida? Yomonlik bizdami yo sizdami? Kimda? Hazrat aytarlarki, gapni yarmini tashlab ketgan Alloh taolo yarmini aytmasa, yarmi nima ekanligini ishora qilishlik uchun tepada qarinalarda zikr qilgan bo'ladi. Tepadagi gapni ko'rsangiz, hammasi mutaqobilotlar kelyapti. Bir-biriga qarama-qarshi narsalar. Mulkni berish, mulkni olib qo'yish, izzatni berish, izzatni olib qo'yish degan narsalar kelgandan shundan bildiki, ha, yomonlik ham Xudoning qo'lida. Lekin bu o'rin maqtov o'rni, Xudoni ta'riflab turgan o'rni. Bu o'rinda yomonlik ham seni qo'lingda deb aytib bo'lmaydi. To'ng'izlarni yaratgan Xudo deyilmaydi. Vaholanki bilamiz, sizlar agar ichimizdan kirib so'rasa, to'ng'izni kim yaratgan desa, Alloh deysiz. Lekin buni ta'rif o'rnida, duo o'rnida aytolmaysiz uni. Masalan, dedilar, bir davlatning podshosi bir davlatga kelsa, uni ta'rifini aytishga turganda, bu kishi falonchi davlatning podshosi, bu kishining mamlakatlarida mana buncha ziyolilari bor, mana buncha professori bor, mana buncha universiteti bor, mana buncha dorul fununlari bor, mana buncha masalan yaxshi odamlari bor deydi. Lekin uni davlatda qancha fohishalari bor? Nima aytmaydi? Qancha spitlari bor? Nima aytmaydi? O'g'rilari bor. Uni aytmaydi, chunki o'rin unaqa o'rin emas. Ammo o'zlari ichki ma'lumotni o'zlari juda yaxshi biladi. U mamlakatda qancha spit borligini, qancha o'g'ri borligini juda yaxshi biladi. Lekin ta'rif unda aytilmaydi. Shunga o'xshagan, demak, yomonlik ham seni qo'lingda, ichimizdan yomonlik Xudoning qo'lida ekanligini bilamiz aqida ma'nosida. Lekin xitob qilayotganda bu narsalarni aytilmaydi dedilar. Keyingi masala aytarlar, yana aqida kitoblarimizni ko'rsangiz, qabr azobi haq deyiladi. Buni aytmay ketadi. Qabrda faqat azob bo'lmaydi. Qabrda rohatlar bo'ladi. Hatto yaxshi odamni qabriga kirgizilganda uni qabrini kelinni chimildig'ida hangi qilib bezaladi. Va unga Alloh taborak va taolo savolini bergandan keyin nam kanaumatil arus deydi. Kelinchakni uxlashidek qilib uxlagin deydi. Kelinchak uxlagandek uxlavering deydi. Qiyomatda tongga otguncha. Kelinchak uxlab qolsa kim uyg'otadi? Er uyg'otadi. Ammo musulmon odam qabrida kelinchakdek uxlab qolganda uyg'otuvchisi Xudoning o'zi bo'ladi. Demak, qabrda rohati shu qadar zo'r rohatlari bor. Lekin aqida kitoblarimizda ko'rsangiz, qabr azobi haq deydi. Rohatni hech kim gapirmaydi. Nimaga gapirmaydi desiz? Chunki qabrda rohatiga hamma o'zini haqdor deb biladi. Biz loyiqmiz deydi. Ammo odamlarning boshiga qachon qurt tushadi? Qabr azobi haq deydi. Kim ko'rib ketdi deydi. Qabr azobiga hech kim rozi emas-da. Hamma o'zini rohatga haqdor deb bilgani uchun rohat haqida gapirganingizni hech kim inkor qilmaydi. Inkor qilish, odamlar shu qabrda azobidan gapirganingizni inkor qilishni boshlaydi. Hazrat aytarlar, halol yeyishga hamma tayyor, qovush yeyishga hech kim rozi emas dedilar. Keyin xullas bu tafsirda Hazrat domladan eshitganimdan keyin, ya'ni yaxshilik ham yomonlik ham Xudoning qo'lida-yu, lekin xitob qilayotgan vaqtida faqat yaxshilik seni qo'lingda deb zikr qilinadi dedi. Alloh taborak va taoloning kalomining sirlari, Qur'oni Karimning sirlari qiyomatgacha tamom yer yuzini hamma olimlari turib olib, uni kashf qilib, uni tafsir qilganda ham masala sirlari uni tugamaydi. Buyuk mufassirlardan bittalari Muftiy Shafiy Usmoniy rahmatulloh alayhi tafsirini ko'rganimda eng go'zal tafsir shunga o'xshab qoldi keyin. Menga buni eshitganimcha Hazrat domlaning tafsirlari zo'rga o'xshardi. Uzr, o'rnida u ham gap yo'q. Lekin Muftiy Shafiy shunday tafsir qiladi, aytadilarki, ey Allohim, seni qo'lingda yaxshilik degandan ma'lum bo'ldiki, bu dunyo korxonasida yomon ishni o'zi yo'q ekan deydi. Yaponning korxonasidan chiqqan hamma narsa yaxshi bo'ladi-yu, bu dunyo hammasi Xudoning korxonasi bo'lsa, bunda yomon narsa bo'ladimi? Dunyoda turgan hamma narsa yaxshi ekan.
Xo'p, savol paydo bo'ladi. Bu dunyoda qancha o'g'rilar bor? Qancha kofirlar yashayapti. Xudo bergan rizqni yeb, Xudoning nomini aytmasdan. Xo'p, ularni qanaqasiga yaxshi deysiz? Desa, yaxshiligi shu jihatdanki, biz to'g'rini, fazilatni o'g'riga qarab bildik. Musulmonda fazilatni kofirga qarab bildik. O'sha bir kofirni, shunday kofirni o'zini olib turib ko'rasangiz, dunyoda eng badbaxt yomon kishi. Ammo dunyoni ziynatlab turgan narsalar ichida u ham bor deydi. Kufr deydi Jaloliddin Rumiy. Kufr kofirga nisbatan olganingizda balo bo'lsa ham, uni Xudo yaratganligi uchun hikmat baribir deydi. Uni Xudo iroda qilganligi uchun hikmat bo'laveradi. Shu yerda chiroyli bitta misol bilan suhbat masalaning tafsirlarini yakunlay aytadilarki, bir oq yuzli odam betida qora xoli bor. Qora xolni shunday kesingda oling, ko'ring. Go'sht parchasini ichida qora xolda qangi xuning narsa bo'lmaydi. O'ta xuning narsa. Ammo o'sha yuzi oq chiroyli odamni yuzini ziynatlab turgan eng zo'r narsa qora xoli bo'ladi. Qora xolni o'zini olsangiz xuning, ammo hali butun yuz uchun o'ta chiroyli narsa. Haligi yomon odam, kofir, o'g'ri, boshqa narsalar alohida olsangiz yomon narsa, lekin dunyoning ziynatiga hissasini qo'shadi. Shayton aytadiki, demak Alloh taborak va taoloni bu dunyoda qilgan birorta ishidan bu hikmat bor bu ishda deb turib tan berish kerak edi, ayb oqtarmaslik kerak. Xudoning hamma ishida hikmat bo'ladi. To'g'ri, kofir qutulolmaydi. Men bu dunyoni ziynatlagan ekanman deb o'zi hisob kitobdan qutulmaydi, lekin umumiy dunyo tepadan turib qaraganingizda dunyoni ziynatida hissasini qo'shgan bo'ladi. Ya'ni Xudo qilgan ish uchun, demak, biyadikal xoyr, yaxshilik hammasi seni qo'lingda, seni qilgan ishlaring hammasi yaxshi deyish kerak bo'ladi demoqchi. Hazrat Tahonaviy rahmatulloh aytadilarki, men deydi, Alloh taborak va taoloning hamma ishda hikmatini ko'raverganimdan keyin hech ham Alloh taolo dunyoda bu qilgan, yaratgan narsalardan ayb oqtarmaydigan bo'lib qolganman. Masalan, deydi, o'g'ri o'ta yomon kishi. Gunoh kabira qilgan, qo'li kesilishga loyiq odam, o'g'ri. Lekin shu bitta o'g'ri, qishloqda bitta o'g'ri bor. Shu bitta o'g'ri nechta odamni halol rizq topishga sabab bo'ladi. Qanaqasiga? O'sha o'g'ri bor uchun birov panjara qilyapti, birov darvoza qilyapti, o'g'ri kirmasin, qulib yasaylik deyapti. O'g'ri kirib qolmasin, buni odam qorovullik qilsin, bunga oylik beraylik. Bitta o'g'ri o'zi. Lekin nechta odamni halol rizq topishga sabab bo'lib qoladi. Aynan o'g'rini o'zini olsangiz yomon, lekin bu dunyoda turganligi uchun Xudo taolo bu o'g'rini yaratganligida hikmat yo'q demaslik kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.